bugun sizlar uchun juda ham antiqa bo'lgan taomlarni taqdim etamiz. Taomnoma ko'rsatuvi bilan bugun ham xonadoningiz mehmonimiz juda ham mazali va lazzatli bo'lgan uy taomlari, barakali oshxonani barakali taomlari qayerdadir eshitgan bo'lishingiz mumkin, lekin yeb ko'rmagan bo'lishingiz aniq. Demak, diqqat qiling, aynan sizlar uchun hozirlaganlarimizdan bahramand bo'ling. O'zbek millatining mana shunday o'ziga xos bo'lgan me'moriy yodgorliklari borki, ular asrlar davomida saqlanib keladi. Aynan o'ymakorlik naqshi bilan, ganchkorlik, yog'ochsozlik, xullas buni cheki yo'q. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Ayni damda biz sizga eng mazali va eng lazzatli ko'rsatuvni taqdim etamiz. Albatta, ko'rsatuvning nomini siz allaqachon bilgan bo'lishingiz aniq. Biz nega bu yerga keldik? Biz sizga bugun aynan sizni yana ham tariximizga yaqinlashtirish maqsadida shunday ajoyib bo'lgan maskani tanlaganmiz. Bu maskanni agarda siz ham yaqindan bilib tomosha qilsangiz, ishoning, ishtahangiz ochilishi tugur, o'zingizni ham oshpazlikka qiziqishingiz ortib ketadi. Mana shu yerda turib biz hattoki ko'ryapmizki, mana yaqinroq keling, ko'rsataman. Hattoki bu yerda tandirda non yopilishini kuzatishingiz mumkin. Qanday non yopiladi mana. O'zimizning o'zbek yigitlari boshlariga to'ppi kiygan holda xamirlarga ishlov berib, issiqqina olov tafti yonida tandirda non yopishyapti. Demak, bu yerdagi hattoki nonlar ham shu yerning o'zida pishiriladi. Shunday gastronomik turizmni rivojlantirishga bo'layotgan bugungi kunda poytaxtimiz Toshkent shahrida amalga oshirayotgan ishlarni ko'rsatmoqchimiz xolos. Albatta, bu maskan haqida yana ham kengroq ma'lumotlarni ko'rsatuv davomida taqdim etamiz. Faqatgina ma'lumotlar bo'lmaydi, balki mazali bo'lgan taom ham sizni qarshi oladi. Hech bir o'zbek oshxonasini choysiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Mana bunday chiroyli ko'rinishdagi choyniklarni ko'rib, sizni ham bolaligingiz yodingizga tushib ketdimi? Hattoki bugungi kunda choyxonalarda ham mana shunday choyniklarda choy berishyapti. Mana bu choynikni ko'rib, to'g'risini aytsam, bir film yodimga tushdi. Esingizdami? Uf, choy. Albatta, Naziraning bunday e'tiroziga sabab bor edi. Uni o'zi og'ir, agarda ichiga choy qo'yilsa, yana ham og'irroq bo'ladi. Bu yerda agarda xohlasangiz sizga novatli choyni taqdim etishadi. Xohlasangiz ko'k choyni, qora choyni va unga qo'shimcha tarzda albatta turli xil shirinliklarni ham taqdim etishadi. O'ziga xosligi bor baribir albatta, lekin hali bu hammasi emas. Bizni kuzatishda davom etsangiz, bundan ham qiziq ma'lumotlarni taqdim etamiz. Qadrli tomoshabinlar, va'da qilganimizdek sizga endi eng qiziq jarayonni taqdim etamiz. Albatta, yonimizda Sardorbek turibdilar. Oshpaz, ko'p yillik tajribaga ega bo'lgan oshpaz va ko'pchilik xonalarni qalbidan munosib joy egallashga ulgurganlar. O'zi necha yildan beri oshpazlik qilasiz, Sardorbek? Umumiy 18-19 yil. 18-19 yil. Demak, bu bitta agarda farzand dunyoga kelsa, bu balog'at yoshidan o'tib ketgan farzand bo'ladi, to'g'rimi? Demak, tajriba juda ham ko'p. Endi esa keling, mana shu hozir ko'rib turgan masalliqlarimizdan qanday oshni tayyorlaymiz? Chunki biz odatlangan oshimizda go'shtlar
pishirilmagan bo'lar edi. Bu oshimiz buxorocha oshi sofiy deyiladi. Boshqa oshlardan farqi, bu oshimizda go'shtimiz alohida qaynatib olinadi, guruchimiz alohida qaynatib olinadi. Hamma masalliqlar keyin bitta qozonga, mis qozonga jam qilinib, o'shanda dimlab pishirib olinadi. Albatta, demak, mis qozon deyaptilar. Aynan mis qozonni mana shunday mazzasini berish uchun ichiga mana shunday ajoyib bo'lgan mahsulotlar tushishi kerak ekan. Go'sht taxminan qanchalarda pishirib yetiladi? Deylik, yarim soatmi, 20 minutmi? Go'sht 1 soatdan 2 soat oralig'ida go'shtga ham bog'liq bu narsa. Qattiq yumshoqligiga qarab ham bog'liq. Shu 1 soat 2 soat oralig'ida pishadi go'sht. Demak, go'shtimiz adashmasam mol go'shti. Mol go'shtidan faqat tayyorlanadi. Va sabzilarni ko'ryapmiz. Demak, turli xil rangdagi sabzilar, qizil va sariq sabzilar. Demak, yana mahsulotlardan bizga magis kerak bo'lar ekan. Magis kerak bo'ladi. Yog' kerak bo'ladi. Bizda Buxoro oshida yog' ikki xil yog'dan foydalaniladi. Zig'ir yog'i hamda paxta yog'i. Uni aralashtirib, qizdirib, tayyorlab, keyin oxirida ustidan quyiladi. Juda ham qiziq jarayonlar. Albatta, bu jarayonlarni bajonidil sizlarga taqdim etamiz. Ungacha aynan sabzini qanday to'g'ralishini ham bir ko'rsatib bersangiz. Odatiy bizni oshimizga o'xshaydimi yoki biroz boshqacharoq bo'larmikan? Odatiy toshgan oshidan sal maydaroq, yupqaroq, somoncha shaklida to'g'ralanadi. Shuni hisobiga tezroq pishadigan bo'lishi kerak. O'zi aslida hozir biz oshlar muzeyida turibmiz, aytish kerakki, oshlar muzeyini o'ziga xosligini biz ta'riflab o'tishga harakat qildik. Lekin baribir oxirigacha yetkaza olmadik. Mutaxassisni o'zidan so'rab bilaylikchi. Aynan mana shu maskanda necha xil osh turi kelayotgan xo'randalarga taqdim etiladi? Hozirgi kunda 10 xilga yaqin turi bor. 10 xil. 10 xilga yaqin. Demak, qaysi vohalarga bo'linadigan osh turlarimi? Qanday oshlar bor? Hamma mana vohaniki alohida, vodiy alohida, Toshkent alohida. Toshkentimizda o'zida 2 xil, 3 xil osh bor. Guruchlar o'zgarib turadi. Har xil Toshkent oshi, to'y osh bor, choyxona oshi bor, kenji guruchimiz bor. Maydaroq guruch. Juda ham, ha. Lekin ba'zi juda ham shirin bo'ladi. Juda ham shirin bo'ladi, noyob. U hamma yoqda ham uchramaydi, hamma ham qilmaydi undan osh. Kam joyda qilinadi. Shu bizda bor shu osh. Samarqandda 2 xil oshi bor bizda. Oddiy samarqandcha osh bor, samarqandcha sitora osh bor. U sitora oshchi oddiy samarqandchadan farqi go'shtlari to'rtburchak shaklda to'g'ralanadi. Sabzisi ham shunaqa bo'ladi. Demak, to'rtburchak shaklda bo'ladi. Ham go'shti, ham sabzisi. Buni ham albatta tomoshabinlarga taqdim etish imkonimiz bor, chunki hozir aynan oshxonada menimcha bir necha qozonlarda osh damlanyapti, pishish arafasida bo'lsa kerak. Hozir hammasini tushib ko'ramiz. Albatta tushib ko'ramiz, lekin undan avval biz hozir yana sabziga biroz ishlov beramiz. Demak, hozir biz bildikki, suhbat davomida bu yerda mana shu oshni istalgan turini topish mumkin ekan. Ya'ni O'zbekistonimizda tayyorlanadigan har qanday oshni mana shu yerning o'zida tanovul qilib ko'rish imkoni bor. Albatta. Menimcha oshpazlar ham joydan kelgan oshpazlar bo'lsa kerak, to'g'rimi? Hamma oshchi o'zini mutaxassis o'sha shahrini, misol uchun Andijon bo'lsa, Andijondan alohida o'sha mutaxassisi oshchi, Samarqandni samarqandliklar, Buxoro oshchimizda ham Buxorodan kelgan oshpazlarimiz o'zini mutaxassis, o'zini ko'p yillik tajribaga ega oshpazlar tayyorlashadi. Misol uchun Samarqandlik oshpazimiz 3-avlod oshpaz. Buxorolik oshpazimiz 5-avlod. Boshqa oshpazlarimiz ham xuddi shunaqa, Qo'qonlik oshpazlarimiz bor. Ular ham 3-4-avlod oshpazlar bo'ladi hammasi. Avlod deb aytayotganliklarining sababi aynan mana shu 3 avlod, demak 3 avlod avvalgi o'sha bobolardan o'tib kelayotgan kasb aslida. Buxoroliklarda ham mana 5 avlod deyaptilar. Demak, 5 avlodni agarda biz hisoblaydigan bo'lsak, Buxoro amirining davriga borib taqalsa kerak menimcha. Xuddi shunaqa. Ha, demak taxmin qilib edik. Buxoro bularni bobolari Buxoro amirlariga osh qilishgan. Ana. Demak, qadrli tomoshabinlar, uncha-muncha odam oshpazlik kasbini egallamaydi. Faqatgina yuqtirsagina bu kasbni eplab ketish mumkin, to'g'rimi? Xuddi shunaqa. Va avloddan avlodga o'tsa, qonda bo'lsagina oshxonani sevish mumkin. Sevib tayyorlaydigan bo'lsa, xudo xolasa yaxshi ko'radi. Albatta. Biz mana shu jarayonlarni bejiz sizga taqdim etmayapmiz. Sababi borki, oshpazlikni o'zi bir mashaqqatli kasb. Biz miriqib taom tanovul qilayotganda oshpazlar och bo'lishadi. Tezroq shu xo'randani qorni to'yg'izay, undan keyin o'zim qornim to'yg'izaman deyishadi, to'g'rimi? Eng og'riqli nuqta mana shu. Afsuski, mana shu haqiqat, lekin baribir oshpazlar ham o'z salomatliklarini nazorat qilib borishlari kerak. Sababi
aynan oshpazlar orasida oshqozon bilan og'riydiganlar ko'p uchrar ekan. Chunki bizda bir vaqtda ovqatlanish yo'q. Ish bilan bo'lib Me'yor yo'q. Me'yor yo'q. Ish bilan bo'lib vaqtimiz bo'lmaydi. Shuni hisobiga ozgina bir xil payt muammolar bo'lib turadi. Albatta. Fidoyilar, fidoyi kasb vakillari. Demak, hozir ko'rdik bu yerni. Yana bir savol tug'iladiki, biz Chorvoq atrofini ko'ryapmiz, juda ham chiroyli ko'rinishda. Sayyohlar kelishyapti. O'sha gastronomik turizmni rivojlantirishga menimcha mana shu maskan ham o'z hissasini qo'shayotgan bo'lsa kerak. Albatta, juda ham ko'p chet eldan kelgan mehmonlarimiz hozirda juda ham ko'p. Hozir ham kuzatsangiz bo'ladi jarayon davomida. Albatta. Hattoki mana ustunlarni ko'ryapmiz, naqshinkor ustunlar, ranglarni ko'ryapmiz. O'sha o'zimizni kravatlar, cholpalar deymiz, to'g'rimi? Har bitta mana shu naqshlar, mana shu ustunlarni, bularni ham o'sha o'zini duradgor ustalar, avloddan avlodga o'tib kelayotgan ustalar, ularni ham 3-4 avlodning ustalar yasagan o'z qo'llari bilan. Albatta. Demakki, biz mana shu jarayonni sizga hali tinimsiz tarzda taqdim etishimiz mumkin. Menimcha, aynan sabzi yetarli darajada o'sha oshxona tomon yo'l olsak nima deysiz? Bo'ldi, boramiz. Sabzilarimiz tayyor, qolgan hamma narsamiz tayyor. Keling, men mana shuni ko'tarishib yuboraman. Endi esa oshxona tomon yo'l olamiz. Qadrli tomoshabinlar, endi esa biz aynan Sardorjon bilan eng qiziq jarayonlardamiz. Ya'ni biz oshni tayyorlashni boshlasak bo'ladi. Tayyorgarliklarni ko'rib oldik. Endi esa aynan jarayonga kirsak bo'ladi, to'g'rimi? Tayyorlash jarayoni. Demak, hozir ko'rayotganingizdek mis qozon, demak aynan buxorocha osh mis qozonda pishiriladi va shu o'rinda buxoroliklarni oshlarini turi ham bor ekan. Ya'ni oshi sofiy va osh amir degan turlar ham bor ekan. Shundaymi? Oshi sofiy bilan oshi amiri o'zi bir xil. Buxoroda qobil osh deyiladi, u uyiki damashniy osh hisoblanadi. Xonadonlarda qilinadi. O'zi sofiy bilan amiri pashti bir xil. Nima bilan farq qiladi? Faqat nomi bilanmi yoki bir nomi bilan desa ham bo'ladi. Ko'p joyda bir xil qilinadi, shunaqa uslubda. Demak, yanglishmaysiz, agarda ham buxoroliklarni buxoroy sofiy yoki ya'ni buxoroy amiri desangiz ham mana shu palaxon turani nazarda tutishar ekan. To'g'ri. Demak, jarayonga kirishamiz. Biz hamma narsani tayyorlab oldik, lekin yog'chi. Yog' oxirida bo'ladi. Qizib turgan yog' ustidan quyiladi faqat. Hozir yog'siz hamma narsani sovolib, suv o'zida bug'da pishirib olamiz-da, ozgina. Bu chunki go'shtimiz chala pishgan, guruchimiz ham 80-90% pishgan. Qancha vaqt muddati qaynatilgan? 10 daqiqa. 10 daqiqa. Demak, bu oshni to'lagicha biz aynan parhezbop oshlar sirasiga kiritishimiz mumkin. Xuddi shunday. Ortiqcha vazundan qo'rqadigan qadrli tomoshabinlar, aziz xo'randalar, hech ham cho'chimang. Aynan bu osh sizbob bo'lishi aniq. Demak, jarayonga kirishamiz. Marhamat. Boshladikmi bo'lsam? Bismillah. Demak, birinchi navbatda biz mana mis qozonda birinchi navbatda go'shtlarimizni taxlab olamiz. Ahamiyat bering, ichida hech narsa yo'q. Qozonni o'zi. Demak, bu mol go'shti, adashmasam. Bu mol go'shti. Shirali qismlarini tanlab olib, o'sha paylari bor. Paylari bor. Odamning organizmiga juda ham foydali tomonlari juda ham ko'p, paylani ham. Hozir mana taxminan mana shu pishirayotgan oshimiz necha kilogramm tashkil etadi? Necha kishi taomdan? Bu yerda 7 kilo guruchka qilinadi. Taxminan 50-60 porsiyalar chiqadigan. Hozir. Yaxshi. Demak, zira. Ozgina o'zimizni ziradan beramiz. Lekin aynan go'sht qaynatilayotganda muvaffaqiyatli tuzli suvda qaynatilganmi yoki tuz berilmaganmi? Tuzli albatta, chunki tuzsiz suvda qaynatsangiz go'sht bemaza bo'lib qoladi. O'ziga tuzni olish kerak-da go'sht ham. O'shaning uchun tuzli suvda qaynatiladi. Bu qanday sho'rva endi? Bu o'zini o'sha go'sht pishgan sho'rva. Go'sht pishgan sho'rvasi, bulyoni. Biz hozir ahamiyat berasiz, aynan olovni hali yoqqanimiz yo'q. Birinchi terib olish kerak ekan-a? Olovni yoqmasdan oldin hamma narsani terib olamiz, keyin olovni yoqamiz. Sabzini solamiz. Sizga yordam kerakmi? Yordam kerak. Sabzilar ham yirik-yirik shaklda to'g'ralgan. Boshqa oshlarga nisbatan sal maydaroq bo'ladi. O'zimizning toshgan oshga nisbatan. Chunki u qovuriladi, erib ketadi. Shunaqa, bunda tez pishadi.
va bu yerda ham qizil sabzi ham sariq sabzidan ishlatilar ekan. Menimcha endi aynan magizga navbat bo'lsa kerak, adashmasam. Yoki adashdimmi? Yo'q, to'g'ri. Buni yoyib solamiz hamma yog'iga. Ahamiyat bering qadrli tomoshabinlar, magiz ham avvaldan tozalab yuvib olingan. Menimcha mana shu osh turini ham o'ziga yarasha xo'randalari ko'p bo'lsa kerak. Juda ham ko'p. Chet ellik mehmonlar ham kelib so'rasa kerak qanday tayyorlanadi. Ayniqsa shu chet elliklarga juda Qiziq, ma'qul ham keladi mazasi. Chunki ular yengilroq yeyishga, bizga o'xshab yog'li yeyishga o'rganishmagan. Shunaqa. Demak, no'xatni navbatda. No'xat ham avvaldan ivitib olingan. No'xat qaynatilgan bu ham. Qaynatilgan. Demak, yarim tayyor mahsulotlar ekan deyarli, to'g'rimi? Sabzidan tashqari hammasi qaynatib olinadi. Shu sabzi bilan magizdan tashqari, endi magiz o'zi yumshoq bo'ladi. Shirasi ham chiqib ketadi agar qaynatilsa, bo'tqaga aylanib qoladi, to'g'ri. Shunaqa. Mana chiroyli qilib hamma narsani joy-joyiga qo'yib oldik. Endi esa yana bir jarayon. Sabzini yana ustidan solamiz. Bizda shunaqa holat bo'lishi kerakki, no'xat bilan magiz iloji boricha o'rtasida olsa yaxshi. O'sha sabzining so'klari bilan ezilib, pishib, bir-biriga singib, mazasi uyg'unligida. Demak, uni bu yerga qo'yib turamiz. Endi navbatni nimaga qaratamiz? Menimcha guruch kutib turibdi. Bu guruch kamlik qiladi, 60 yo'q, kishi uchun. kamlik qiladi. Buni endi hozir shunda tayyor holatda qopqog'i yopib, olovni yoqib 15-20 daqiqa kamida qaynatamiz. Birinchi sabzini sal o'zini o'ldirib olamiz. Keyin guruch solamiz. Hozir o'ylayotganim, guruchni ham tayyor qilib qo'yishgan ekan, birdan solsa qanaqa pishar ekan, bir xom xatalab qolmasmikan? Yo'q, buni ham o'zining yo'li, usuli bor ekan. Demak, endi olov yoqamiz. Olov yoqamiz. Tuz kerak emasmi hozir bizga? Yo'q, hamma narsasi o'ziga beradi. Shu guruchimiz qaynatganimizda tuzni o'ziga beramiz. O'zi tuzli bo'lishi uchun go'shtiga ham o'ziga yetarli bor. Sabzi shu go'sht bilan guruch tuzi sabziga ham yetadi. Yetadi. Shunaqa mo'ljallangan. Juda ham yaxshi qadrli tomoshabinlar, ahamiyat bergan bo'lsangiz, bu oshga umuman piyoz ishlatilmadi. Yo'q, piyoz shu go'sht qaynatilganda piyoz solinadi. Sho'rvasiga. O'shani o'zi yetadi shirasi. Baribir piyoz ham ishtirok etgan ekan. Demak, olovni yoqamiz bo'lmasam. Boshlaymiz. Xo'p. Endi esa olovni yoqamiz. Endi esa mana qaynab turgan sabziga Tayyor zirvagimizga guruch solamiz. o'sha yarim tayyor guruchimiz o'sha aytganimizdek. Uni soldik. Mana 80% taxminan pishgan bo'ladi. Biroz zira ham qo'shilgan bo'lar ekan, o'sha aytganingizdek tuzi, nimaga hammasi joyiga keladi. Hamma narsasi o'ziga beriladi. O'sha qaynayotgan vaqtda o'ziga maza, hamma kerakli mazani o'ziga oladi-da. Tuzini ham, zirani o'zini mazasini ham, aromatlarini. Mana endi buni tagini ko'taramiz. 10 daqiqa bug'da parlantirib, keyin qizigan yog' ustidan solamiz. Demak, qancha turadi bu hozir guruch shoh bo'ldi? Bu guruch taxminan yana 10 daqiqa turadi. 10 daqiqada yaxshilab bug'da yetiltirib olib, oxirigacha keyin qaynoq yog'imizni ustidan quyamiz. Eng qiziq jarayonlar hali oldinda ekan, to'g'rimi? Qaynatilgan guruch, qaynatilgan mana shunday o'ziga xoslikni biz albatta hozir bundan tagini yoqamiz dedi. Yana ham balandroq qilamiz. 10 daqiqa qo'shamiz. Bo'ldi. Keyin yog' solamiz. Albatta bizdan uzoqlashmang, 10 daqiqa kutamiz. Ana undan so'ng esa o'sha yog'ni qizdirib solish jarayonini ham sizlarga taqdim etamiz. Poytaxtimiz Toshkent shahri baribir chiroyli edi. Aynan Salar bo'yida mana shunday chiroyli maskanni tashkil etilganligi ko'pchilikni lol qoldiryapti.
Sababi nimada? Albatta sababi shundaki, bu yerda nafaqat siz kelib taomlanishingiz mumkin, balkim go'zal manzaradan, ajoyib kuy-qo'shiqdan ham bahra bo'lishingiz mumkin. Mana shunday kravatlarda o'tirib, bemalol do'stlaringiz bilan suhbat qurishga nima yetsin? Albatta o'zbekchiligimizdan qo'ymasdan shunaqa chiroyli bir urf-odatlarimiz borki, hattoki ko'rpachalarni mana bunday chiroyli dekoratsion elementlarni ko'rib, bizni ham kayfiyatimiz oshadi. Qadrli tomoshabinlar, albatta bu yerni manzarasini ta'riflashga juda ham ko'p vaqt sarf etiladi, lekin biz sizga erinmasdan mana shu maskan haqidagi to'liqroq ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz. Demak, bizni kuzatishda davom eting deymiz. Genchkorlik namunalarini biz hattoki shiftlarda ham ko'rishimiz mumkin. Qandalarni qarang, o'ziga xosligini. Albatta bunday go'zallikni tomosha qilish uchun siz poytaxtimiz Toshkent shahrining qayerga borgan bo'lar edingiz? Tan olish kerakki, bugungi kunda haqiqatan ham aynan gastronomik turizmni rivojlantirish borasida bu kabi ishlarning o'z ahamiyati bor. Ustiga ustak, agar mehmon kelsa-da va aynan biz ishlatgan milliy mahsulotlarni, milliy idishlarni tomosha qilish imkoniga ega bo'lsa-chi, bu muzey juda ham ajoyib ekanligi bilan ajralib turadi. Hattoki bu yerda cholg'u vositalari ham, asboblari ham bor. Undan tashqari har qanday idishni mis deysizmi yoki kulolchilik namunalari bo'lgan ko'zalarni deysizmi uchratishingiz mumkin bo'ladi. Demak, bir so'z bilan aytish mumkinki, bu yerda bizni milliy madaniyatimizni aks ettirishga harakat qilingan. Menimcha tematik jihatdan ham bu ma'lumotlarni aynan taqdim etishimiz bugungi kunda yana bir bora eslatishimizga sabab bo'lgan o'sha milliy qadriyatlarni biz ham qadriga yetishimiz kerak ekanligini eslatishdir. Qadrli tomoshabinlar, bir narsani aytish yodimizdan ko'tarilibdi. Biz hali bir narsani hisobga olmagan edik. Ko'proq osh qilishga to'g'ri kelib qoldi, to'g'rimi? Ha. Buyurtma tushib qoldi. O'shaning uchun biz qozonni almashtirdik. Katta qozonga qildik. Kattaroq qozonga o'tdik. Hozir biz sizga taqdim etganimiz o'sha yog'ni quyish jarayoni. Shimib yubordi shunday guruch. Ko'rib hayron qoldim menimcha. Bu o'ziga xos bo'lgan taqdim bo'ldi. Tomoshabinlarning aksariyati uchun bu yangilik bo'lganligi aniq. Demak, agarda mana shu joyga kelsangiz, albatta shu palafon to'rani siz ham tatib ko'ring. Buxorocha oshni o'ziga xos bo'lgan lazzati bor ekanligini mana hozir mana ishonch hosil qildim. Bizda O'zbekistonda umuman hamma viloyatda oshi o'ziga yarasha boshqacha tayyorlanadi. Hammasini ko'rsangiz bir-biridan farq qiladi. Hammasida mahsulot bir xil, go'sht, sabzi, guruch. Lekin mazasi har xil. Menimcha mana shu sabab ham aynan mana shu osh muzeyini tashkil etish g'oyasi kelgan. Tashkilotchilariga qoyil qolish kerak, chunki haqiqatan ham bunday bir g'oyani amalga oshirish uchun menimcha ancha vaqt xizmat qilingan, mehnat qilingan, harakat qilingan. Juda ham katta kuch, vaqt. Mana bizda Buxoro oshidan tashqari kun davomida boshqa oshlarimiz ham bor. Samarqand sitora, Toshkent to'y oshi kenja guruchidan. Shuni bir ko'rsak bo'ladimi? Bemalol kelinglar. Mana bu oshimizni Samarqandcha sitora osh deyiladi. Alanga guruchdan. Sabzilari ko'rganingizdek to'rtburchak, go'shtlari ham to'rtburchak to'g'rama bo'ladi. Alanga guruchi deyapsiz. Guruchning rangini qarang, bir chiroyli tarzda, sabzilar ham bir chiroyli shaklda. Bu oshimizga ham zig'ir yog'idan foydalaniladi. Boshqa qo'shimcha yog'lar ham qo'shiladi, faqat zig'ir yog' emasda. Boshqalar ham qo'shiladi. Mana bu yoqda Toshkentcha osh bu ham faqat buni guruchi, kenja guruch boyaga. Kenja, ha, aytganimizdek, o'sha kenja maydaroq bo'ladi. Juda ham mag'zi shirin, shirali guruch. Endi qarang, mana shu yerda bir savol keladi. Hozir kenja guruchi deyapmiz, devzdira deyapmiz, alanga deyapmiz. Oshlarni narxini farqi bormi kelayotgan xo'randalarda? Yo'q, hozircha hammasi bir xil. Hammasi bir xil narxda.
Ha, demak, agar xohlasangiz mana shu guruchlardan farqli o'raroq o'zingiz iste'mol qiladigan buyurtma bersangiz, narxidan tashvish qilmasangiz ham bo'lar ekan, to'g'ri? Bu yoqda Kosalar mana qo'yilibdi. qo'qoncha oshimiz bor. Qo'qoncha oshimizga alohida Yarim dorilikmi? suyaklardan achchiq sho'rva deyiladi. Ha, achchiq sho'rva. Qo'qonda vodiyda Maylimi bir aylantirib ko'rsatsak tomoshabinlarga. Mana iliklar bor ekan bu yerda. osh qilinayotganda jizza qilinadi-ku. Shu jizzasi ham shu yoqqa solinadi. Qarang, mana jizzasi ham Sho'rva. solinadi Bu ekan. achchiq sho'rva deyiladi. Yarim dori. Mana bunaqangi kosalarda suzma, ozgina ko'katlar bilan ustiga solib beriladi. Oshdan oldin ishtaha ochishni, hazm qilishda foydali juda ham. Undan tashqari hozirgi kunda aynan virus ko'paygan paytda shamolash ko'p bo'lsa, menimcha 2 qoshiqni o'zi davo bo'lsa kerak. Har xil kerak emas viruslarni o'ldirib oladi. Albatta Mana oshqozonida qo'qoncha og'riydiganlar biroz bundan tiyilishlari kerak menimcha. Qo'qoncha oshimizni ham ko'rishinglar. Mana qo'qoncha oshni managa kelyapmiz. Qo'qonlik oshpazimiz. Demak, ko'rsak bo'ladi. Bemalol. Mana endi buni tushuntirasiz, qarangmi? Ana osh ham tayyor bo'libdi. Bu qo'qoncha oshda ham go'shtlarimiz to'g'rama bo'ladi. Bu yerda faqat yog'i xili ko'proq. 4 xil yog' ishlatiladi. Ya'ni qanaqa yog'lar? Paxta yog', o'zimizning pista yog', keyin dumba yog' va sariyog'. Ha, sariyog'. Sariyog'ni qanaqa solishar ekan? Sariyog'ni oxirida guruchchi o'ziga beriladi. Guruchchi sariyog'ni ta'mini olish uchun. Qarang, hozir oshlarni navi, xili ko'pligidan, misol uchun buxorochi oshda biz hozir yog'ni qizdirib soldik. Qo'qoncha oshda esa sariyog'ni o'sha guruchni o'ziga solinar ekan. Qolgan yog' tagida boshda solinadi. Sariyog' alohida solinadi. Demak, kuchli, baquvvat yeydigan odamlar uchun. To'g'ri. Bu yoqda mana Samarqandcha o'sha klassik usulda qilinadigan Samarqandcha osh. Ha. Bu yerda ham faqat mol go'shti qilinadi. Qo'y go'shti ishlatilmaydi. Bu yerda ham zig'ir yog'. Bu yerda faqat guruchimiz lazr. Lazr guruchlar. Faqat sariq savdan foydalaniladi. Va menimcha mana shu Samarqand oshini tortiq qilinishida o'ziga xosligi ham bor, to'g'rimi? O'ziga xosligi guruch alohida suziladi, ustiga sabzi butun beriladi. Shu mana shu pishgan sabzimisiz, go'sht ham butun holatda beriladi. Albatta. Toshkent oshida biz o'rganganmiz, go'shtni to'g'rab beramiz. Samarqandchada yo'q. Butun holatda berilishi kerak. Albatta, hozir mana shu yerda harakatlardan turib, mana issiq tandirlar oldida turganligimiz o'choqlardan chiqayotgan issiqlikni ko'rib, to'g'risini aytsam, hattoki bu yerda ishlaganlar dezinfeksiya ham qilinar ekan. Albatta. Uy, ana Mana bu yoqda o'zimizni Toshkentcha to'y oshi. to'y oshi. Bu yoqda endi qo'y go'shtidan foydalaniladi. Bu yerda ham paxta yog'i, dumba yog'idan foydalanib qilinadi. Toshkentcha oshi endi o'zimizda hamma bilsa kerak. Albatta. Kunda tanovul qilamiz desak, yanglishmaymiz. Chunki bu yerda mana qo'shimchasiga bedana tuxumlari, qazilari bo'ladi. Komplekt deymiz. Hammasi mujassam etilgan bo'ldi. O'zi aslida o'zbeklar har kuni osh yesa ham menimcha yana har kuni keladigan mijozlar ham bo'lsa kerak. Osh ko'tarma bosh degandek. Faqat osh haftada. Albatta azizlar, biz mana shu yerdagi jarayonlarni sizlarga bajonida taqdim etamiz. Bizdan uzoqlashmang. Hali oshimiz pishgandan so'ng tayyorlarni ham ko'rsatamiz. Albatta. Xohlasangiz. Demak, biz aynan oshni ochib oldik. Oshni ochib oldik. Guruchlarni tepaga qilib alohida go'shtni menimcha olishingiz kerak-a? O'sha Go'shtini chiqarib olamiz tagidan. Bu ham Samarqandchaga o'xshab alohida menimcha go'shtni mana shu yerga solib qo'ysak bo'ladi, hozircha. bo'ladi. Mana. Ha, o'zi ana. Mayli. Bu go'shtni hozir maydalanadi, qadrli tomoshabinlar. Biz esa ungacha albatta suzilish texnikasini ko'ramiz. Birinchi guruch suziladi. San'at bu. Yoyib suzish kerak ozgina. Keyin Guruchlar ham men hozir qaynatilgan guruch qanaqa bo'lar ekan, ezilib ketmasmigan deb o'ylaganim, lekin qarang. mana Chiroyli alohida bo'lib turibdi. sabzi no'xatlari alohida bo'ladi. Ustidan sabzi no'xat,
magizlarini tuzamiz. Mana qarang, chiroyli ekan. Tayyor. Endi Endi bu yoqqa go'sht beramiz. Qadrli tomoshabinlar, albatta bir savol tug'ilishi tabiiy. Palaxon to'ra bo'lgandan keyin u bilan birgalikda iste'mol qilishga nimani tavsiya qilasiz deb. menimcha endi eng ommabop bo'lgan salatlarimizdan bu achichuk. Achichuk, o'zimizda achichuk-a? Bizda achichugimiz yaxshi. Xo'p, endi mana hozir ko'ryapmiz, bu yerda achichuk uchun qizil piyoz tanlangan, oq piyoz bor va albatta o'sha chiroyli biz pushti rang pomidor deymiz. Oldin bo'lmagan bular, yangi o'ylab topilgan. Yangi o'ylangan. Buni nomi o'zi Pink Paradise deyiladi. Pink Paradise, demak pink degani pushti rang, Paradise degani Yupqa po'stoq ma'nosida, eng aha. yupqa po'stoqli pomidor ma'nosida albatta. shunaqa tarjima qilingan. Qarang, hattoki oshxonadagi mana shunday iste'mol qiladigan taomlarimiz, yeguliklarimizda ham o'sha o'ziga xos bo'lgan o'sishi bor-a? Ha. Demak, hozir jarayonga kirishsak bo'ladi. O'zi aslida bizni O'zbekistonimizda har qanday faslda dasturxoni mana shunday mo'l-ko'l bo'ladi. Hozir kelayotgan mehmonlar menimcha mana shu mevalarni hattoki sovuq yaqilishyapti. Hattoki shu faslda ham shunaqa mevalar bormi deb hayratlanishsa kerak. Albatta, ayniqsa chet eldan kelayotgan turistlar uchun juda ham bular hisoblanadi, juda ham shirin, mazali. Bu yerlarda menimcha bunaqa mevalar yo'q. Albatta. Hozir hattoki bizni o'zimizni hamyurtlarimiz o'sha chet ellarga borishganida hattoki ta'rif etishadiki, baribir O'zbekistonning nafasi kelmayapti. Har qanday shirin mahsulotda ham, shirin mevada ham, shirin sabzavotda ham deyishadi. Bu bor gap menimcha. To'g'ri. Demak, jarayonga kirishamiz. Qanday usulda Boshladik bo'lmasa? Birinchi bo'lib pomidorimizdan boshlaymiz. Kerak joylarini olib tashlaymiz. O'zi go'shtli bo'ladi bu pomidor. Juda ham shirin, mazali bo'ladi bu pomidorimiz. Nordonligi umuman bo'lmaydi. Va shu o'rinda albatta pomidor sabzavotini o'ziga xos bo'lgan foydali jihatini aytishimiz kerak. Pomidor iste'mol qilsangiz yosh ko'rinar ekansiz. Buni ayollar juda ham yaxshi ko'rishadi. Endi ayollar baribir chiroyli ko'rinishga harakat qilishadi. Menimcha erkaklar ham o'ziga qarab yursa kerak baribir. Albatta. Ortiqcha ovqat yemasdan, yog'li yeyishdan tiyilib, nima deysiz? Albatta, hammada ham o'xshavermaydi bu vaziyat. Albatta. Ayniqsa bunaqa shirin oshlarni yeganingizdan keyin, ko'rganingizdan keyin Bir necha xil osh turlarini kelayotgan mijozlar agarda har biridan tatib ko'rish istagida bo'lsalar, shunday imkoniyat ham bormi? albatta bor. Bitta laganchaga har xil oshdan solib berishimiz ham mumkin. Hamma osh mazasini ko'rib, hamma osh mazasidan bahramand bo'lishlari uchun juda ham yaxshi vaziyat. Mana o'zimizni o'sha klassik achchigimiz deymiz. Piyozni endi qizil piyoz soldik. Achchig'i kamroq, ozgina tuz beramiz. Agarda bodring ham qo'shib bering deyishsa, bodring ham qo'shish Muammosi imkon yo'q. bo'ladimi? Mana rayhon ham qo'shib olsak bo'ladi. Rayhon, mana rayhon bizni istalgan faslda oshqozonimizni ham guli, chiroyi, ham bir o'ziga xos bo'lgan mazasini beradi. Yulib qilsangiz, hidlari, mazalari juda ham yaxshi chiqadi. Mana hidini o'zi chiqib ketdi. Bu ham yoqimli hid haqiqatan ham. Chiroyli ko'rinishda. Mana tayyor, bir pasda tayyor bo'ladi mana shu achichuk. Eng oson, eng mazali osh uchun bo'lgan salatimiz. Va eng ommabop to'g'rimi? Hech qanday osh turi mana shu salatsiz iste'mol qilinmaydi. Albatta. Qadrli tomoshabinlar, bizdan uzoqlashmaysiz. Ajoyib bo'lgan tayyor mahsulotlarni, taomlarni va albatta salatni sizga yaqinroqdan taqdim etamiz.
Qadrli tomoshabinlar, eng qiziq jarayonga yetib keldik. Ko'rayotganingizdek, bir laganning o'zida 6 xil oshi. Ha. Qanday oshlar bu Hozircha mana yerda? bu yerda qo'qoncha oshimiz, samarqandcha, toshkentcha to'y osh. Bu Buxoro oshimiz o'zimiz tayyorlaganimiz. Bu toshkentcha to'y osh, kenji Kenji guruchida. guruchidan, aha. Bunisi samarqandcha sitora osh. Sitora oshi, turburchak o'sha yuqorida aytganimizdek. Bizda bugun shunday imkoniyat borki, mana shu oshlarni har biridan tatib ko'rish imkoniyatiga egamiz. Haya aytgandek, bu yer muzey deyilishning asosiy sababi bu yerdagi aksariyat jihozlar o'zimizni o'sha qadimdan ishlatib kelgan jihozlar, Eski to'g'rimi? qadimdan ishlatilgan jihozlar. Hattoki mana choylarni biz mana shunday ajoyib bo'lgan piyolalarga quyapmiz. Choynakni ko'rayotgan bo'lsangiz, yodingizga tushgan bo'lsa kerak, o'sha yoshlik davringizda, menimcha, buvalaringiznikida, dodalaringiznikida mana shunday idishlar bo'lganini. Hozir mana choy qo'yib beramiz endi. O'zi 2 marta quyib, 3 marta quyib keyin uzatish kerak deydi. Mayli, biz 2 marta quyib uzatamiz. Rahmat. Endi bu yerning mezboni men bo'ldim, qadrli tomoshabinlar. O'shaning uchun bemalol choylarni ham quyapman. Bu yerni sizlarga batafsil tanishtiryapman. Endi esa eng qiziq jarayon bularni tatib ko'rish kerak. Tatib ko'ringchi, bugun qanaqa chiqibdi ekan bu osh? Oling sizdan boshlaymiz. Albatta. Bismillah. Kenja oshidan boshlandilar. Demak, o'zimizni o'sha Toshkentcha kenja oshi bularga doim yoqqan. Men esa bugun biz tayyorlab ko'rgan Buxoro sofiy osh. aha, bu mana Buxoro sofiy osh ekan. Ko'rayotganimizdek biz tayyorladik. Guruch ezib ketmasmikan, qaynatib keyin solingan deb. Yeb ko'rib o'zingiz baho bering. Bismillahirrohmanirrohim. Mazasi o'ziga xos, juda ham lazzatli. Endi Juda qarang, ham yengil, yengil, hazm bo'lishi ham juda ham oson. oson, mazasini umuman ta'riflashga so'z ojiz. Demak, agarda bu yerga kelsangiz, istalgan palovdan tatib ko'rishingiz mumkin bo'ladi va hattoki sho'rvalar bilan ham taqdim etiladi, o'sha biz aytganimizdek. Achchiq sho'rvamiz bor oshdan oldin. Ishtaha ochadigan. Faqatgina qo'qoncha oshga beriladi. Mana qo'qoncha oshning yonida turibdi shunday qilib. Boshqa oshlarga ham agar so'rashsa qilib beramiz. Undan muammo yo'q. Mana shu suv bo'yida o'tirib, bamayli xotir mana shunday taom tanovul qilishga nima yetsin, to'g'rimi? Albatta. Siz oshpazsiz. Menimcha, mana shu yerga hech bo'lmasa 5 daqiqaga ham shunaqa o'tirib osh tanovul qilmagan bo'lsangiz kerak. Vaqt bo'lmagan, a? Vaqt yo'q hozircha. Nasib bo'lsa albatta kelajak o'zimizga ham yoqadi shu joylar o'tirib yeyish. Xudo xolasa. Vaqt bo'lsa albatta imkon topilsa deb o'tirgan bo'lamiz. Doimo mana shunday xizmatda bo'lgan oshpazlarni, mehnatlarini e'tirof etmaslikning iloji yo'q. Sababi mana shu oshpazlar doimo siz va biz uchun xizmatda bo'lishadi va eng muhimini aytishimiz kerakki, bugungi kunda mana shunday muzeylarni tashkil etilishning asl sababi ham o'zimizni milliy oshxonamizni tanishtirish, to'g'rimi? Agarda milliy oshxonamizga mana shunday e'tiborni o'zimiz ko'rsatsak, kelayotgan mehmonlar ham albatta qadriga yetishadi. Albatta, bizni maqsadimiz ham shu oshimizni butun dunyoga taratish. Asl o'zbekona osh qanaqa bo'lishini, qanaqa tayyorlanadi, jarayonlari. Maqsadimiz shu o'zimizni ham. Hozir ko'ryapmiz, hattoki mana idishlar ham sopol idishlar, o'sha eski chinni idishlar, mana shu laganning o'zini ham hajmi yetarlicha og'irgina. Eng kamida 5-6 kishilik osh sig'adi. Undan ham ko'proq ketadi. Hozir hattoki choy ham samovarda damlangan ekan. Samovar, mis samovar. Mis samovar, Qadimiy samovar. Buni ham albatta o'sha toptirib, izlanishlar bo'lib qo'yilgan. Mis samovarda damlanadi. Qadimiy mana shunaqa choynak piyolalarda damlab mehmonlarga tortiq qilinadi. Bir so'z bilan aytishimiz mumkinki, bizni kelajagimizni ta'minlab berish uchun o'sha avvalgi tariximizni, o'zligimizni yo'qotmasligimiz kerak, uni qadrlashimiz kerak va namoyish etib bera olishimiz kerak. Albatta. Bunda esa mana shunday maskanlarning o'z o'rni bor. Shu o'rni biz bularga aynan minnatdorlikni bildiramiz, chunki istaymizmi yo'qmi, qaysidir bir mehmonimiz boshqa davlatdan kelib qolsa, uyalmasa mana shu yerga olib kelib bersak bo'lar ekan. Albatta, bemalol olib kelishingiz mumkin. Oshlar bilan mehmon qilamiz. Har xil oshlar bilan bir joyga kelib, har xil viloyatimizning oshlaridan tatib ko'rish imkoniyati bo'ladi bularda. Albatta. Ko'p joyga borib yurmasdan shu yerda o'ziga kelishsa ham bemalol. Qadrli tomoshabinlar, albatta biz mana shu muzeyni ma'muriyatiga o'z minnatdorligimizni bildiramiz. Bu faqatgina muzey bo'lib eksponatlardan iborat emas ekan, balki tanovul qilish mumkin bo'lgan mahsulotlar ham bor ekan. Tirik eksponatsiya ham bo'ladi, живой deydi. Bemalol oshlarni ko'rib, muzeyga borsangiz faqat ko'rasiz. Bu yerda yesangiz ham bo'ladi. Albatta.
Demak, kontakt qilishingiz mumkin, ya'ni ushlab qo'yishingiz mumkin, hattoki tanovul qilishingiz mumkin. Sardorbek, ajratgan vaqtingiz uchun tashakkur deymiz. Hozir mehmonlar juda ham ko'p, mana chor atrofni ko'rayotgan bo'lsangiz, vaqtlarni ajratib bizga mana shunday ajoyib bo'lgan oshlarni tayyorlab berdilar, ko'rsatib berdilar, ma'lumotlarni berdilar. Sog' bo'ling deymiz. Kelganinglardan xursandmiz. Bemalol yana kelinglar, kutib qolamiz. Hammanglarni kutib qolamiz, bemalol kelishinglar mumkin. Albatta. Osh muzeyimizda hammani kutib qolamiz mehmonga. Shu o'rinda biz aynan ko'rsatuvni tasvirga olishda yaqindan ko'mak berganliklari uchun osh muzeyiga, plov muzeyiga o'z minnatdorligimizni bildiramiz va umid qilamizki, mana shu muzeyning faoliyati ko'p yillar davomida davom etadi, chunki bu yerda hali yana qurilish ishlari ham ketyapti, Albatta. kengayish ishlari Kengayish ketyapti. Biz esa siz bilan qadrli tomoshabinlar keyingi ko'rsatuvga qadar xayrlashib qolamiz va bugungi niyatimiz esa dasturxoningiz turli xil oshlarga to'la bo'lsin, atrofingiz esa sodiq do'stlar bilan to'lsin. Xayr, salomat bo'ling. Omad bo'ling. Bugun sizlar uchun juda ham antiqa bo'lgan taomlarni taqdim etamiz. Taomnoma ko'rsatuvi bilan bugun ham xonadoningiz mehmonimiz juda ham mazali va lazzatli bo'lgan uy taomlari. Barakali oshxonani barakali taomlari qayerdadir eshitgan bo'lishingiz mumkin, lekin yeb ko'rmagan bo'lishingiz aniq. Demak, diqqat qiling, aynan sizlar uchun hozirlaganlarimizdan bahramand bo'ling.